Kasa. Tişto'lama ha? Yok ciddiler. Şu bir ayda kalıp kaldık qaysı fakat ısımaymış kış çekenden yağızı ha. Doğan plan türüne. Şunu bir sıldı bir vere bir retsipli bolsa bir toman tutup bir köre bakamda gidip çeken. Kasa kollarına. Vay fikrim kasa kollarına. Oy. Kollarına xini koyup koyup da tutup bakay. Aka bu men bu Sıradan tang soyunu kılçıyım bu yaga. Neden ben kolumu tatıp tomağı tutkuzgul çeken. Vay şu çıkarmamlı kollarımı tomağlarını tutup görep bakmayayım ha. Kasa ya Üzerine bunda. ultraşkı vardı kanda kedemden kolumu tut. Kasa titırmaya otta aslan. Cim toslat cim. Ki yantak kıstırvağa işektek keç çanşımayı titırmay cim tosya ama tomağlarını bir tutup bakayım tut bakayım. Fikam. Bu keçinin yağı öy geçime bir ahlatxanda uxlab qolganmidlar. Müşta sokaqda. Aka men uyam hamının kızdık kep kıldı gel ya atlaqan tutup qalgan. Ma titreşleri hiç oxşumaydı. Tillerini hiç qasa. Çaq qımızla tilimni bakaram ka tilimni chiqaram da. Qaysa? Vıtıldaqның tuxumni yiyvaqamidlar. Yo'q, men tükürükni tuxumni yedigan taqilmas. Qasi ya tillerini bir iştin tildek bunda sangılasa mı tuzuk bir körey. Vay yuqaraq chiqar, uzunroq chiqasi. Kisel koç Fikam, kisel koç. Çaq-çaqımızla akımete toy qılmagan desem. Baba Cünüf Fikam, konularını buzmuşlar. Vay qaysa, mas sizga soğaq tek tutub da. Xotinma tegma, soğaqda ketibdi. Nima qilib edam qoqitmish, jig'lab. Açığını bak ha. Manda şırnısı var ya konuda. Manda şaltak yağlı bu konuda. Bu kollardan muz, tıllardan tuz yığıvasak qası juvan degansizga. Qishdan mushbiti chiqaman desilari kögelli yerda yotadigan, putqonlari qatadigan, aqdan qopab öydiki narsa ichqib sotadigan savdo yo'li. Buna Edam qoqatmaslar aka biz o'xshamaydigan bir gapni qilyapti ya. Undan so'ng menga bir mo'shdan bir retsiptlar olib qolib bir yezib bir tayaq qilmanmi? İştaqlamda. Bir de valın bakamla. Obdan bir resiptin biznes biray. Ma'qul. Mana. Mush adres bo'yicha berib, aşağı çiğsirib, shunday darisini berdi sizga. Oltin bezak binokarlik qurilishchilik shirkati. Chaq-chaqmi? Endi sil tevibmi? Ya bu uymilik sotadigan uymilikchimi? Bu endi men bu berib hamda nada qurilish qilayotgan bo'lsa, shu yerning qish sementlarini yamdimamda. Kim? Sizlar mening shu yizib bergan narsam bo'yicha bostirma kasallarga haqiqiy shifoatlik dorini beradi. Ma'qulda men gapimni anglab, meni olib borsa shu yerga. Ma'qul shamal vaqti yapti. Ma'qul rahmatchim aka. Ma'qul. Qaysa? Bo'lsa ay ma'ning to'pisi gibi yana 5-6 tonni kiyib oladi. Ya turib o'zimiz maqam bo'lib. Sizlar ham tutaymandan turib. Biray silan kelganmi? Kelgan. Jirib qolganmi? Mana chiqqan. Voy.
Uyuyorum, uyuyorum, tazlap duram da. Ya meni da sulap bir kapını duyam da. Manda. Ma doktor bir repetitivitimiz var ki. Ben bir nasıl bir selametliğim yakışılmay bir tomat tutup kaydap çiysem o adam öyle kolamını sıkımdap, öyle tomatını tutup, öyle gözümle astık tepeki kılıp, öyle tılığını çıkarıp, spes badem da spes verip, öğretmeni yezdirip de bunun kaydasam da Altın bize binakarlık kuruluş mesuliyetçi şirketi yüzeylik sürdü. Endi bu sınıf şirketten ben binakarlık tepe ve taş bilen kömeğini yemdiğim ne? Ne demek? Aslında tevkinin demişi boğunu sizlarga soğuk deyip qopti. Yapmasa. Xotinga qizg'in tayini yo'q, xotin tegmayib qo'yar endi bizga so'roq deganda. Yo'q, men yerda demoqchi bo'lganim, mana bu sizlarniki uyning isitish ahvolasi yaxshi emas ekan. Oy, qanday bilib qolganda, yomon tegibgina bizning uy rot ismaydi qo'ysa, nima chiqadi deganda bizning uyning yillarga uyda ayni vaqtida nima qilgan, vallahi parni kesib tutgan desda. Şoğa ölsen soğuk. O ya madem ki lan bilip qopta. Şu an sizga shu so'roq tegib qopti. O'shdanmi? Uyning so'g'liqidan so'roq tekkanida men qadimisi men kechib chiqayotganida ham gap yo'qsammi, ismayman. Bu endi men so'roq tegib qopti deb bu kelib bu oltin bezak qurilish mulozimat binokorlik oliy mulozimat chekishibdi deb jumini yezib turibdi bu. Son şirkette neymiş kıldığında ben müşahede işlerinin gözlerini ıslandığında ben. Onu tepki geldiğim için khas bir program bağlaması geliyor. Bizniki şirketninki 5 xil cho'ng turi bor. Birincisi binokorlik qurilishi, ikkinchisi bezakchilik qurilishi, uchinchisi oila mulozimati, to'rtinchisi uy ilm setim, beshinchisi shu tammesh o'rnatish. Bu hemmisi gang şu mankenmeydi halamış ki lan bu onu orada Sizning buna bu qilish. tevkning deb bergani sizga mos keldigini bizning 5-chi turimiz. Tammesh. Tamam. To'g'ri rost. Tamamda sidrasa. Ana bilmadim men, bo'ldi. Hemen tammeshlarimizni tushuntirib bersam, bizning tammeshlarimiz Germaniyadan import qilingan Carson markasidagi tammesh. Buningki alayidiligi bo'lsa, telefon orqali kontrol qila olasiz. Faqat uyingizda simsiz tor bo'lsa, simsiz torni bizning o'sha tammeshlarimiz ulash orqali telefon bilan sirtda turib kontrol qilib bo'ladi. Demek çoğunuz telefon orqali qilaman men itib uni buni qilib yura olaman ha. Sirtda turibmiz, mayli xizmat o'rningiz bo'ling yoki boshqa yerda bo'ling. Telefon orqali tammeshninki gradusini yuqori tuvan qilib qo'zg'atib bo'ladi. Onda yuqori tuvan qo'zg'atib bo'ladi ekan. Lekin bu uyda yo'q vaqtida yuqori tuvan qilib qo'yib, unda suv yo'q, bezbijim bo'lgan, o'chi bu ishni qanday bilamiz ham. Telefoningizga shu orqali uchirib keladi. Xatolik uchun telefonni chiqadi. Ashning o'zining appetitini tushirsak, ayda bo'ladi. Ham bo'ladi, ashkim bo'ladi, ashkim. Ondan boshqa bizniki 5 yillik setishdan keyingi mulozimatimiz bor. 2 yil ichida agar tammeshdan biri masal ko'rinib qolsa, sifat masal ko'rinib qolsa, yangi almashtirib beramiz. 2 yil o'tgandan keyin yana 3 yil ichida tammeshdan har qanday sifat masal ko'rinib qolsa, haqsiz berib remont qilib beramiz. 5 yilgacha. 5 yillik mulozimatimiz bor. Bu bu atıyım optam cümle vuruptu bana bir qanday qilmaydim, ashunday uyga chiqib bekitilar.